Termotent istirohat filialidamiz. Bitta Labo mashinamiz bor edi. Bunga yon tomoniga reklama qilishimiz kerak edi. Ko'rishingiz mumkin. Menga buni noto'g'ri informatsiya berib qo'yishgan ekan. LED ekran bo'ladi deb. Bu reklama qilingan. Vishilka UZB profilining egasi o'zlariga ham mashinani yuk tashishga mo'ljallab, ham reklamalarni yoritib borish uchun qildirganlar. Ahamiyat berasizlar. Juda akkuratni chiqqan. Bu reklamani Orkamgila o'zligi reklamli agentligida qildirishdi. Bahonada biz ham bu narsani ko'rib oldik, qanaqa bo'lishini. Keyingi zakazlarda agar sizlarga shunaqa reklama xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol Termotentga murojaat qilsanglar, shunaqangi chiroyli qilib, akkuratni qilib ishlarni bitirib beramiz. Yon tomoni ochiq qolgan. Endi bu mashinani qovurg'alarini yon tomoniga qorin berib olmasliklari, ishib ketmasliklarini hisobini olib, profildan qovurg'alar tashaladi. Bitganda alohida buni obzor qilib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin qanaqa holatda bitganini. Bu bitgandan keyin plyonkalar shilingandan keyin yana o'zgacha ko'rinishga keladi. Bu mashinani bitgan holatini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizani kuzatib boringlar. Keyingi mashinalarda nima ish bo'layotganini ko'rib chiqamiz.